Bu safar kattaroq korobka ekan. Kelinglar birga ochib ko'ramiz. Ichida bitta mahsulot borligini bilaman, aniq. Yana nimalar qo'shib yuborishganini bilmayman. Vau! Maska qo'shib berib yuborishibdi menga bu safar. Mana bitta korobkada 5 ta dona bo'ladi. Adashmasam, ichida nimalar bor ekan? Zapiska, gidropilniy masla, probniki. Men bundan ishlatib ko'rganman, juda ham zo'r. Menda kattasidan bor. Shunaqa yaxshi ko'raman, upakovkani chiroyli qilib yuboribdi. Essence Pet bu. Bunga alohida video obzor qilib olaman. Qanaqa ishlatilinadi va qachon, nima uchun. Bunaqa narsa menda birinchi marta. Mana. Ishlatib ko'ramiz. Vau! Tonerim qolmaganida, toner yuborishibdi. Xuddi bilgandek, hosilaga ko'rsataman o'zimni tonerim tugaganini. Mana meni tonerim tugaganida ochib ko'ramiz. Vau, chiroyliligini qaranglar, estetichniy. Hidi приятный va shunaqa yengil sepilar ekan. Men даже sepilganini ham bilmadim. Zo'r ekan. Keyingisi krem, namlantiruvchi krem ekan. Kremidan ham menda yo'q edi.